Barchaga assalomu alaykum. Alkalar mavzusini davom ettiramiz. Bu ikkinchi topshiriq. Alkalarning nomlanishi. Birinchisi. Quyidagi qaysi alkan tasodifiy nomlanmagan? Bilamiz, alkalarning dastlabki 4 vakili tasodifan nomlangan. Bu yerda 4 to'g'ri. Demak, etan, butan, metan hamda propan bo'ladi. Lekin D javobda pentan debdi. Shuning uchun pentan bu tasodifiy nomlanmagan. To'g'ri javob D. Keyingisi. 5-chi. Normal propanni ratsional nomenklatura bo'yicha nomlang debdi. Normal propanni yozib olamiz. Ratsional nomenklatura bo'yicha nomlashda alkallarni quyidagilarga ahamiyat berish juda ham zarur. Ya'ni eng ko'p tarmoqlangan uglerod atomi metan sifatida olinadi, qolganlari esa metanning hoslasi sifatida qaraladi yoki radikallar sifatida qaraladi desak ham bo'ladi. Bu yerda mana birinchi uglerodga e'tibor bersak, bu bitta uglerod bilan bog'langan. Oxirgi uchinchisi ham xuddi shunaqa. Mana o'rtada turgan uglerodimiz esa eng ko'p tarmoqlangan hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, buni ratsional nomenklatura bo'yicha nomlasak, e'tibor bersak, ikki yon tomonda bittadan uglerod turibdi. Bular albatta bitta uglerod atomi saqlagan radikal bu. Metil ikkita bo'lganligi uchun dimetil, bu esa metan deb nomlanadi. To'g'ri javobimiz C varianti. 8-savol. Demak, quyida molekula berilgan tarkibli uglevodorodni sistematik nomenklatura bo'yicha nomlash kerak. CH3, CH3 dan 2ta, CH3 dan 2ta, CH3. Endi albatta bu uzun zanjirda ixchamlab ocha olamiz. CH3, C. Ko'rib turganimizdek mana CH3 dan 2ta, C yana xuddi shunaqa. CH3 dan 2ta, CH3. Raqamlash albatta radikal qaysi tomonga yaqin bo'lsa, o'sha tomonda raqamlanadi. Ko'rib turganimizdek radikal o'ng va chap tomonda ham bir xil tomonda joylashganligi uchun o'zimizga qulay bo'lgan tomonda raqamlanamiz. Endi 2, 2, 3, 3 tetrametil uzun zanjirda 4 ta uglerod bo'lganligi uchun butan bo'lar ekan. 2, 2, 3, 3 tetrametil. Demak, mana butan kelib chiqdi. To'g'ri javobimiz C varianti. 21-savol. Tarkibida 6 ta birlamchi, 2 ta uchlamchi va bitta to'rtlamchi uglerod atomlari bo'lgan uglevodorodni aniqlang debdi. Yozib olamiz tegishlicha. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi hamda to'rtlamchi. Endi yozib olamiz. Birlamchi uglerodimiz 6 ta, uchlamchisi 2 ta, to'rtlamchisi bitta. Ikkilamchi haqida ma'lumot bermagan, shuning uchun bu 0 ta. Ikkilamchi uglerod atomlarimiz aytilmaganligi uchun tarkibda yo'q deb olamiz. Shunga qarab demak, molekulani tuzib olamiz. To'rtlamchi, avvalambor eng kattasidan boshlaymiz, to'rtlamchidan. Ko'rib turganimizdek mana bitta to'rtlamchi, uchlamchi ikkita ekan. Shunda birlamchidan sanasak, mana har birini ustiga qo'yib chiqaman. Birlamchi, to'rtlamchimiz mana, uchlamchimiz mana aytgandek, demak, ikkita. Molekulani mana tarkibini tuza oldik. Endi uglevodorodni aniqlashimiz kerak. Sistematik nomenklatura bo'yicha uglevodorodlarni demak nomlashda avvalambor radikal qaysi tomonga yaqin bo'lsa, shu tomonni raqamlashimiz kerak. Avvalambor birinchi qoidasi radikal saqlagan eng uzun zanjir asosiy zanjir sifatida tanlab olinadi va radikal yaqin tarafdan raqamlanadi. Nomlasak 2, 2, 3, 4 tetrametil pentan kelib chiqar ekan. Demak, qolgan vakillari savollarimiz mana shunga o'xshash. 1-2 topshirig'imiz tugadi. 4-topshiriq. Butanning barcha izomerlar tarkibidagi ikkilamchi uglerod atomlar sonini toping deb yozib olamiz. Butani birinchi normal holati mana
Ikkinchisi tarmoqlangan holati. Endi aytibdiki, barcha izomerlar tarkibidagi ikkilamchi uglerodlar. Ikkilamchi uglerodlarni ustiga 2 qo'yib chiqamiz. Ko'rib turganimizda faqatgina ikkita uglerod atomi mavjud ekan. Ikkilamchi uglerodlar soni 2 ta ekan. B varianti. Keyingisi 7-savol. Pentaning asos zanjirida 3 ta uglerod atom saqlagan izomer tarkibidagi birlamchi uglerod atomlarining oksidlanish darajasi nechaga teng debdi. Yoza olamiz. Pentan C5H12 asos zanjirida 3 ta uglerod saqlasin debdi. Xo'p, mana yozdik. Qolgan 2 ta uglerod esa radikal sifatida mana bog'lanadi. Endi birlamchi uglerod atomlar. Mana ko'rib turganimizda birlamchi uglerod atomlari 4 ta oksidlanish darajasi nechaga teng debdi. Har bitta birlamchi uglerodimiz ugleroddan elektron olmaydi, bermaydi ham, lekin uglerod vodoroddan elektron oladi. CH3 ta vodorod bor, demak 3 ta elektron qabul qilgan. -3, qolganlari ham shunday ko'rinishda uglerodlarimiz -3 bo'ladi. Shunda jami uglerodlarimiz -12 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob D varianti. 11-savol. Propil radikalining necha xil ko'rinishi mavjud debdi. Birinchisi propil, ikkinchisi izopropil. Demak, to'g'ri javob 2 ta. A varianti. 17-savol. Alkan tarkibida bitta uchlamchi, bitta to'rtlamchi, faqat birlamchi uglerod atomlari mavjud bo'lsa, uning necha xil monoxlorli hosilasi mavjud debdi. Yoza olamiz yuqoridagidek. Birlamchi, demak ikkilamchi, uchlamchi hamda to'rtlamchi. Demak, bitta uchlamchi, bitta to'rtlamchi, faqat birlamchi. Ikkilamchi aytilmagan, demak yo'q. Shunga qarab molekularni tuzilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi eng kattasidan boshlaymiz, to'rtlamchidan. Demak, mana uchlamchimiz ham bitta ekan. Ikkilamchi yo'q, faqat birlamchi. Mana birlamchilarimiz 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. Yozib oldik. Endi shuni necha xil monoxlor hosilasi mavjud debdi. Yozamiz. Xlor biriktiramiz. Mana bu holatda xlorimiz birikadi. Shunda radikal emas, bilamiz endi. Alkanlarning galogen hosilasini nomlashda galogen yaqin tarafdan raqamlanadi, ya'ni galogen ustunlik qiladi. Shuning uchun bu tomondan sanaymiz. 1, 2, 3, 4. Nomlanishini yozamiz. 2, 2, 3 trimetil 1 xlor butan. Ikkinchisi xuddi shu molekula xlor atomini mana bu yerga joylashtiramiz. Galogen yaqin tarafdan raqamlanadi. Demak, o'ngdan chap tomonga qarab raqamlaymiz. Bunda qanaqa bo'ladi? 2, 3, 3 trimetil 2 xlor butan. Uchinchisi galogen yaqin tarafdan raqamlaymiz yana o'ngdan chapga qarab. Endi bu nima bo'ldi desak, 2, 3, 3 trimetil 1 xlor butan. Necha xil debdi? Ko'rib turganimizda mana 3 xil hosilasi mavjud ekan. To'g'ri javobimiz D varianti. Keyingisi 21. Brutto formulasi C7H16 bo'lgan alkanning nechta tuzilish izomeri bor debdi. Ko'rib chiqamiz. Bu C7H16 bilamiz, gepdan hisoblanadi. Izomerlarni yozib chiqamiz. Birinchisi normal gepdan, ikkinchisi uzun zanjirni bittaga qisqartira olamiz. Bittaga qisqartirdik, demak, mana shu qisqartirilgan bitta uglerod radikal sifatida bog'lanadi. Hech qachon radikalimiz shu holatda birinchi hamda oxirgi uglerodga bog'lanmaydi.
Agar shunaqa holat bo'lsa, dastlabki, ya'ni normal pentan ko'rinishi takrorlanadi. Radikal yaqin tarafdan raqamlaymiz. Demak, ko'rib turganimizdek, ikkinchi uglerodga mana radikal joylashgan. Shuning uchun qaysi radikal desak, metil, 2 metil uzun zanjirda 6 tami, demak, geksan kelib chiqadi. Uchinchisi. Radikalni mana bu tomonga surib olamiz. Radikal qaysi tomonga yaqin bo'lsa, shu tarafdan raqamlaymiz. Bu ham xuddi shunday, radikal qaysi uglerodga joylashganligiga e'tibor beramiz. 3-uglerodga radikal nomi metil, demak 3 metil uzun zanjirda 6 ta bo'lsa, geksan hisoblanadi. 4-inchisi. Endi radikalimizni mana bu holatda biriktirib ko'ramiz. Bu holatda biriktirsak, endi biz chap tomonga qarab raqamlamaymiz. Sababi, endi radikalimiz o'ng tomonga yaqin. O'ng tomonda raqamlasak, 3-holat takrorlanadi. Shuning uchun bu demak mumkin emas. Bilib qo'yganimiz yaxshi. Endi nima qilamiz desak, albatta uzun zanjirni yana bittaga qisqartiramiz. 6 ta edi, 5 ta kelib chiqadi. Bizning hisobimizda demak uglerod soni 2 ta qoldi. Albatta bu ikkalasi radikal hisoblanadi. Radikallarimiz birinchi va oxirgi uglerodga joylashmaydi. Sababi yuqoridagi holatlar takrorlanadi. Radikal yaqin tarafdan raqamlaymiz. 2 ko'rib turganimizda ikkinchi uglerodga 2 ta metil turibdi. Shuning uchun 2 dimetil uzun zanjirda 5 ta bo'lganligi uchun pentan hosil bo'ladi. 5-inchisi. Mana bu holatda radikalimiz 2 tomonga bir xil miqdorda yaqin bo'lganligi uchun qulay tomondan raqamlaymiz. Bunda raqamlab chiqsak, 3 dimetil uzun zanjirda 5 ta uglerod bo'lganligi uchun pentan hosil bo'ladi. Radikallarimizni mana bu ko'rinishda joylashtiramiz. Yaqin tomondan raqamlaymiz. 2 dimetil pentan. Ikki tomonga ham yaqin bo'lganligi uchun qulay tomondan raqamlaymiz. Ko'rib turganimiz radikallarimiz ikkinchi hamda 4-uglerod atomida joylashgan. Shuning uchun radikal nomi metil, 2 dimetil 5 ta bo'lganligi uchun uzun zanjirda pentan hosil bo'ladi. 8-inchisi. Muhimi uzun zanjir 5 ta bo'lishi shart. Shunga ahamiyat beramiz. Metil radikallar bilan kombinatsiya qila oldik. Endi etil radikalni yozamiz. E'tibor beramiz, mana shu tomondan tushishi kerak. Har qanaqa holatda sanasam ham, hozir raqamlasam ham uzun zanjirda 5 ta uglerod atom kelib chiqadi. Mana masalan 1 2 3 4 5 yoki bo'lmasam 3 4 5 yoki bo'lmasam 1 2 3 4 5 mana bunaqa holatda 4 5. Xullas, qaysi tomondan demak sanab chiqsak ham uzun zanjir 5 ta uglerod atomni saqlagan. Qulay tarafdan raqamlasak, demak 2 tomonga ham yaqin radikalimiz, shuning uchun qulay tomondan raqamlay olamiz. 3-e'tibor beramiz. 3-uglerod atomiga etil radikal joylashgan. Buni nomi 3 etil pentan bo'ldi. Uzun zanjirda 5 ta uglerod atom saqlagan. Mana shu alkanimizda kombinatsiya metil etil radikallari bilan amalga oshirilib tugadi. Endi zanjirni yana bittaga qisqartiramiz. 4 ta bo'ladi. Bizning hisobimizda 3 ta uglerod qoldi, uchalasi ham radikal hisoblanadi. Mana bu holatda biriktirib olamiz. Yaqin tarafdan raqamlaymiz. 2 3 trimetil uzun zanjirda 4 ta bo'lganligi uchun butan kelib chiqdi. Demak, bunda to'g'ri javobimiz 9 ta bo'lsa, B varianti. Yigirma 9 mana shu holatda aytgan 29-savolda, ya'ni o'sha gepdan bo'lgan alkanning molekulasida 2 ta uchlamchi uglerod atom saqlagan izomerlar soni nechta debdi. 2 ta uchlamchi uglerod atom bo'lish kerak. Shunaqa izomerlardan nechta bor debdi. Ko'rib chiqamiz. Uchlamchilar birinchisida uchlamchi yo'q, ikkinchisida uchlamchi bor, faqat bitta. Uchinchisida ham bitta mana ko'rib turibmiz. Mana
Unda mana 4-chisida uchlamchi yo'q, 5-chisida ham yo'q, 6-chisida bor. Mana ikkita ekan. 7-chisida ham bor mana. Ko'rib turganimizdek, ikkita ekan. 8-chisida bor, faqat bitta. Mana 9-chisida bor, bu ham faqat bitta. Shunda jami ikkita uchlamchi uglerod saqlagan izomerlar soni demak ikkita ekan. Ikkinchi darsimiz tugadi. Keyingisi 3-dars. Bu 5-topshiriq. Alkallarning olinishi. Birinchi savol. Fisher-Tropsch reaksiyasida vodorodning oldidagi koeffitsient 9 ga teng bo'lsa, alkalni aniqlang. Fisher-Tropsch reaksiyasini bilamiz. Demak, is gaz va vodorod orqali alkallar olish reaksiyasi hisoblanadi. Reaksiyani tenglashtira olamiz. Uglerodimiz CN bo'lganligi uchun mana alkan molekulasida is gazni oldiga n qo'yaylik, uglerodlarimiz tenglashdi. Bu yerda vodorod deb suv yozib qo'yaman. Xo'p, ana endi is gaz tarkibida kislorodimiz n ta, suv tarkibida ham n bo'lishi uchun mana n qo'yib oldik. Keyingisi umumiy vodorodlar sonini topa olamiz. Bu yerda 2 n plus 2 ta, bu yerda n kare 2, 2 n ta. Jam vodorodlarni shu yerda hisoblab qo'yib olsak, 4 n plus 2. Vodorodni oldiga nechini qandaydir koeffitsient qo'yganda vodorod soniga ko'paytirsak, demak 4n plus 2 kelib chiqishi kerak. Buni yagona yo'li 4n plus 2 ni 2 ga bo'lib olamiz. Natijada 2n plus 1 kelib chiqadi. Vodorod oldidagi koeffitsient. Yodlab olishlaringizni men tavsiya qilaman. Bu yerda vodorod oldidagi koeffitsient nechaga teng desa, endi qolgan masalalarda bunaqa reaksiya yozib o'tirish shart emas. Shunchaki vodorod oldidagi koeffitsiyentni yod olamiz. 2n plus 1 ekan, teng bu yerda aytib qo'yibdi 9 ga. 2n teng 9 dan 1 ayirsak 8, n teng 8 ga 2 bo'lsak, demak 4. Alkanimiz butan. To'g'ri javob C varianti. Keyingisi 5-savol. Demak, natriy asetat plus natriy gidroksid teng natriy karbonat plus X. Guma sintez deydi. Yuqoridagi reaksiyada olingan X moddaga xos xususiyatlarni aniqlang debdi. Biz bilamiz, Guma reaksiyasi sanoatda o'sha karbon kislotalarining natriy tuziga natriy gidroksid ta'siri ettirib alkallar olishga asoslangan. Natriy plus natriy gidroksid. Bu jarayon qanaqa bo'ladi? Natriy karbonat chiqsa, demak, ikkita natriy, bitta uglerod, 3 ta kisloroddan iborat natriy karbonat tarkibi. Demak, xuddi shunaqa ko'rinishda tuzib olamiz bu yerdan mana. Ajratib olamiz. Ko'rib turganimizda mana ikkita natriy, bitta C va 3 ta kislorod chiqib ketdi. Natriy karbonat bo'lib, bu tomonda CH3, bu tomonda mana H qolib ketdi. Biriktirsak, demak CH4 metan olingan ekan. X moddamiz demak metan ekan. Endi yuqoridagi reaksiyada asosida olingan X modda uchun xos xususiyatlarni aniqlang debdi. Birinchisi, tarkibida qutbsiz bog' mavjud emas. Haqiqatan ham alkallarda qutbsiz bog'lar soni uglerodlar sonidan bittaga kam. O'zi metan tarkibida bitta uglerod bo'lsa, 1 da ayirib tashlasak 0 ta bo'ladi. Birinchisi to'g'ri. Ikkinchisi, 1/5 molda Avogadro soncha atom mavjud debdi. Yozib olamiz. Metanimiz 1 molida bitta uglerod 4 ta vodorod bo'lsa, jami 5 enata atom mavjud. 1/5 molda debdi. Demak, qancha? O'xshash birliklarni sarflaymiz mollarni. 5 bilan 5imiz qisqaradi, demak, javob kelib chiqadi 1 ena. Haqiqatan ham 1/5 molda Avogadro soncha atom mavjud ekan. Sababi Avogadro soni biz yana ko'pincha 6.023 deymiz. Mana shu qiymatimiz teng 1 enaga. Ikkinchisi ham demak to'g'ri. Uchinchisi, 1 molida qutbli bog'lar soni Avogadro sonidan 8 marta katta debdi. Yozamiz. Metanimizda qutbli bog'lar. Umuman olganda barcha alkallarda qutbli bog'lar soni vodorodlar soniga teng. 1 molida qutbli bog'lar debdi. Mana ko'rib turganimizdek 1 molida qutbli bog'lar soni bunda 4 ta. Avogadro sonidan demak 4 marta katta. Bu yerda 8 marta degan. Shuning uchun uchimiz xato. To'g'ri javobimiz 1 2. A variant ekan. To'qqizinchi savol.
Alyuminiy karbidning suv bilan reaksiyasida olingan gaz va dastlabki karbid massalar farqi 32 gramm tashkil etsa, ajralgan gaz hajmini toping debdi. Sanoat miqyosida alyuminiy karbidni gidrolizlab yoki anorganik kislotalar ta'sir ettirib metan gazi olish mumkin. Alyuminiy gidroksid sig'ma ekan. Metan gazi. Tenglashtira olamiz. 4, 3, 12. Masala shartida aytibdiki, natijada olingan gaz va dastlabki karbid massalar farqi 32 bo'lsin debdi. Dastlabki alyuminiy karbidimizda massasi 144 gramm. Ajralgan gazimizning massasi uchtasi demak 48 gramm. Ikkalasini farqi kelib chiqadi, ayirmasini 96 gramm. Endi ajralgan gaz hajmi hisoblandi debdi. Birinchi ishni amalga oshirdik, endi ikkinchi ish. Bizga molar massalar farqi 96 gramm bo'lgan paytda ajralgan gazimiz 3 mol. 67 bilan 2 litr bo'lsa, hajm 32 gramm bo'lsa, farqimiz demak, qancha hajm tashkil etadi? Qisqartira olamiz shunda. Mana 1 3 ga 67 2 ni 3 ga bo'lsam, to'g'ri javob demak 22,4 litr kelib chiqadi. A varianti. 15-savol. Etil xlorid va metil xloridlar aralashmasiga natriy metal ta'sir ettirish orqali olingan aralashmadagi molar massasi eng og'ir alkan tarkibidagi ikkilamchi uglerod atomlar sonini toping debdi. Yoza olamiz. Demak, etil xlorid CH5 xlor, keyingisi birinchisi demak izopropil xlorid ekan. Keyingisi etil xlorid. Yozib oldik. Mana shu jarayonda radikallarni biz mos ravishda raqamlay olamiz. Buni R1 desak, unimiz demak R2 radikal. Biz virus reaksiyasi orqali amalga oshiriladigan kombinatsiyalarga ahamiyat beramiz. Ikkita alkil galogenitni natriy metal bilan ta'sir natijasida 3 xil alkan olinadi. Bu uchun kombinatsiyalar quyidagicha bo'ladi. Dastlab R1 R1, keyingisi R1 R2, keyingisi R2 R2 holatda bo'ladi mana. Yoza olamiz. Natriy metal ta'sir ettirilganda natriy mana xlorda oladi. Natijada natriy xlor. Galogenimiz mana shu holatda qoldi. Alkanimiz xlor ajralib ketgandan keyin mana shu holatda shuni teskarisini biriktiramiz mana. Radikal yaqin tarafdan raqamlab qo'yaylik mayli. 2,3 dimetil butan. Bu birinchisi. Ikkinchisi bizga mana ko'rib turganlaringizda R1 R1 radikalimiz hosil bo'ldi. Endi R1 R2 debdi. R1 R2 radikallarimiz aniq. Birinchisi mana izopropil, ikkinchisi demak etil. Buni raqamlasak, mana qo'ysak 2 metil butan. Uchinchisi qoldi. Endi R2 R2, ya'ni etillarni o'zaro biriktiramiz. Ko'rib turganingizda bu normal butan ekan. Molar massasi eng og'ir bo'lgan demak alkan tarkibidagi ikkilamchi uglerod atomlar sonini toping debdi. Molar massasi eng og'ir bo'lgan 3 ta alkandan qaysi biri eng og'ir desak, demak qaysini tarkibida uglerodlar soni shunchalik ko'p bo'lsa, uni molar massasi eng og'ir bo'ladi. O'z-o'zidan ko'rinib turibdi-ki, bu birinchi moddada 6 ta, ikkinchi moddada 5 ta, uchinchi moddada mana ko'rib turganingizda 4 ta uglerod atom bor. Shuning uchun birinchi moddaga e'tibor bersak, bizga aytibdiki, ikkilamchi debdi. Ikkilamchi uglerodlarimiz yo'q. 4 ta birlamchi, 2 ta uchlamchi bor ekan. Shunda to'g'ri javobimiz A varianti. Keyingisi 20-savol. Demak, ikki xil alkil bromidlar berilibdi. Natriy metal ta'sir ettirilganda, demak, shu virus reaksiyasi bo'yicha ketgan. Olingan alkanlar tarkibidagi birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi uglerod atomlar sonini ko'rsating debdi. Birinchisi radikalni ochib yoza olamiz molekulasini. CH2 brom debdi. CH3 CH2 CH3. Endi bu yerda
bromli shaklda yozib olsak, natriy metal ta'sir ettirganimizda natriy demak shu bromni olib ketadi. Biriktirib oladi. Xo'sh, mana bu radikalimiz R1 deb belgilamiz. Shunda ikkinchi birikma yozamiz. CH3, CH brom, CH3 plus natriy ta'sir ettirganda xuddi o'sha ko'rinish bromni olib ketadi. Mana bu radikalimizda R2 desak bo'ladi. Qoida o'zgarmaydi. Kombinatsiya R1, 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 R2, R2 hamda R2 ko'rinishda mana. Endi biz R1 radikalini olaylik. Radikallarni. R1 radikalimiz mana dastlabki radikal yozib olamiz. CH2 brom ajralgandan keyin mana bog' qolib ketdi. CH, CH3, CH2, CH3. Keyingisi CH3, CH, CH3 radikallarni yozib oldik. Shunga qarab, demak o'zaro bog'laymiz radikallarni. R1, R1 ekan radikallarimiz. Endi buni raqamlab chiqsak, radikal qaysi tomonga yaqin bo'lsa o'sha tomonni raqamlaymiz. Ahamiyati yo'q ekan, shuning uchun qulay tomonni raqamlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hamda 8. Nomlasak buni 3, 6 dimetil oktan. Ikkinchisi R1, R2. Yuqoridagi R1 radikalimiz R2 radikalini biriktirib olamiz. Bizda demak R2 radikalimiz CH3, CH mana yuqorida bog' qolgan, shuni tepadagi R1 radikali bilan biriktirdim. CH3. Endi bunda radikal qaysi tomonga yaqin bo'lsa, o'sha tomonda mana bu tomonga yaqin ekan, uzun zanjir tanlaymiz. Shunda 2,4 dimetil geksan hosil bo'ldi. Uchinchi kombinatsiyamiz R2, R2. CH3, CH, CH3. Shuni teskarisi. Bog'lab olamiz mana. Raqamlab chiqamiz. 1, 2, 3, 4. Shunda bu 2, 3 dimetil butan hosil bo'ldi. Savolda aytibdiki, birlamchi olingan alkanlar tarkibidagi birlamchi, ikkilamchi hamda uchlamchilarni toping debdi. Yozib qo'yamiz. Birlamchi, ikkilamchi hamda uchlamchilar. Birinchisida birlamchilarni topib chiqamiz. 1, 2, 3, 4. Keyingisida 5, 6, 7, 8. Keyingisida 9, 10, 11, 12 ekan. Endi ikkilamchilarni topamiz. Ikkilamchilarimiz demak 1, 2, 3, 4, 5, demak 6. Nasıl ikkilamchi yo'q ekan. 6 ta. Endi uchlamchilarni topib chiqamiz. Uchlamchilarimiz 1, 2 ta, 3, 4, 5, 6 ta ekan. To'g'ri javob 12, 6, 6. Demak, C variantimiz to'g'ri ekan. Qolganlari barchasi virus reaksiyasi hisoblanadi, ya'ni xuddi shunga o'xshash bo'lganligi uchun bularni mustaqil bajarib chiqamiz. Keyingi xillik savolga o'taman. 36-savol. 36-savol. Bertolli usulda 1,2 litr metan olinsa, reaksiyada sarflangan qattiq moddalar massalar farqini toping debdi. Bertolli usulini bilamiz. Jarayon demak quyidagicha bo'ladi. Biz uglerod disulfit plus vodorod sulfit orqali ketadi. Natijada mis1 sulfit hamda biz uchun kerak bo'lgan mana metan hosil bo'ladi. Demak 4, 8, 2 reaksiyamiz teng bo'ldi. 1,2 litr metan olinsa, reaksiyada sarflangan qattiq moddalar massasini toping debdi. Reaksiyada sarflangan qattiq moddalarimiz bu mis bilan uglerod disulfit. 8 ta misni massasini topa olamiz. 512. Uglerod disulfit massasini topa olamiz. 76.
Massalar farqini topamiz shunda. Farqi demak 436 gram bo'lganda metan gazimiz 1 mol hosil bo'lgan. 22,4 litr. 11,2 litr hosil bo'lishi uchun demak massalar farqi necha gram tashkil etishi kerak? Kelasi qisqaradi 2 ga bo'lib olsak 4 javobimiz 218 gram kelib chiqar ekan. B variant. Keyingi savol 41 xillik. Propilenga vodorod ta'sir ettirish natijasida X olindi. Yuqoridagi reaksiya asosida olingan X modda uchun quyidagi fikrlarning nechtasi noto'g'ri? Propilenimiz C3H6 vodorod ta'sir ettirsak C3H8. Demak, X moddamiz C3H8 bu propan ekan. Fikrlarning nechtasi noto'g'ri debdi. Birinchisi gamalaq qatoridagi o'rni 3 ga teng debdi. Birinchisi haqiqatan ham gamalaq qatoridagi o'rni 3 ga teng, chunki alkanlarda bilamiz, alkan tarkibidagi uglerod atomlar soni uning gamalaq qatoridagi o'rniga doimo teng bo'ladi. Birinchisi to'g'ri. Ikkinchisi qutbsiz bog'lar soni 2 ga teng debdi. Haqiqatan ham alkanlarda qutbsiz bog'lar soni uglerodlar sonidan bittaga ekan, 3 ta bo'lsa, demak 1 deb desak to'g'ri chiqadi. Uchinchisi havodan og'ir gaz. Molyar massasi albatta 44 ga teng. Haqiqatan havodan og'ir gaz hisoblanadi. To'rtinchisi molekulasida bitta sp3 gibridlangan atom mavjud debdi. Molekulasida sp3 gibridlangan atomlar soni bunda 3 ta. Demak, bu fikr noto'g'ri. Shunda to'g'ri javoblarimiz 1, 2, 3 bo'ldi. Albatta bittasi, demak noto'g'ri, qolgan 3 tasi to'g'ri. To'g'ri javobimiz A variant. Uchinchisi 2,3 dimetil butanni necha xil alkenni gidrogellab olish mumkin? Avvalambor tarkibni yoza olamiz. 2,3 dimetil butan. 2,3 dimetil butan. Necha xil alkenni gidrogellab olish mumkin? Birinchisi. Mana bu holatda qo'ysak, albatta alkenlarni raqamlashda qo'shboq ustunlik qiladi. Qo'shboq yaqin tarafdan raqamlaymiz. Shunda bu 2,3 dimetil buten 1. Vodorod ta'sir ettirish natijasida qo'shboq uziladi, yuqoridagi alkan hosil bo'ladi. Ikkinchisi ko'rib turganingizda qo'shboqni o'rtaga siljitdik mana. 2,3 dimetil buten 2. Uchinchisi qo'shboqni bu tomonga o'tkazsak, birinchi holat takrorlanadi. Shuning uchun ham to'g'ri javob, demak, 2 xil alkenni gidrogellab olish mumkin. C varianti ekan.